أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وفهمنا معاني التنزيل يا رب العالمين. Bugün kelgan dersimiz bo'lsa Abul Barakat An-Nasafi rahimahulloh yozgan Madalikut Tanzil ve Haqaiqut Ta'wil nomli bu tafsir kitobining Allah azza ve celle'nin Bakara suresidagi qavli A'udhu billahi mineşşeytanirracim وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ degan bunu ikki oyatiga kelib bu yerga kelib to'xtagan edik. O'sha yerdan boshlaymiz endi. Endi Alloh azza va jalla ilgirki oyatlarda bizga munofiqlarning sifatini bayon qilib va minan nasi man yaqulu amanna billahi va bil yawmil akhir va ma hum bimu'minin deb birinchi sifatni qildi. Undan keyin yukhadi'unalloha vallazina amanu va ma yakhda'una illa anfusahum va ma yash'urun deb ikkinchi qilib bu sifatni bayon qildi munofiqlar. Üçüncü qilib fi qulubihim maradun fazadahumullohu marada ve lehum azabun alimun bima kanu yakzibun deb üçüncü sifatini bayon qildi. Endi bugunchi desa to'rtinchi sifati yani ve iza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun deb to'rtinchi sifatini bayon qildi. Yani bugungi bayon qilmoqchi bo'lgan sifat bo'lsa yani munofiqniki mufsid sifati. Yani vasfuhum fil ifsad bil ifsad. Yani munofiqlarni buzg'unchi deb sifatlash. Munofiqlar birinchi yolg'onchi. İçida bilak, ichi bilak, teshi bilak. Undan keyin bular aldamchi, yolg'onchi, itqodda yolg'onchi, muomalatda, axloqda yolg'onchi. Undan keyin aldamchi. Uchinchisi qalbi kasal, qalbi kasal. To'rtinchisi bular buzg'unchi. Mufsid degan, yani buzg'unchi. Endi bu ayet kelimini Allah azze ve celle munofiqlarniki shu to'rtinchi sifatini bayon qilib, ularga qachon zaminda buzuqchilik qilmanglar deyilsa, ular biz faqatla isloh qiluvchimiz deydi. Shuni bilib qo'yinglarki, ular jazman buzg'unchi degan faqat ashular. Buzg'unchi degan faqat ashular boshqasi emas. Ular o'zining buzg'unchi ekanligini sezmaydi. Bu shunchalik bir jahil murakkab deb murakkablashib ketganki, yani jahil degan ikki xil bo'ladi. Bir jahil murakkab, yani bir jahil basit. Jahil murakkab degan o'zi ham bilmaydi, o'zining bilmaydiganligini ham bilmaydi. Bilman deb turib oladi, xato bilib oladi. Jahil basit degan o'zi bilmaydi. Bilmaydiganligini biladi, o'zi bilmaydi. Bu munofiqlar jahil murakkabdir. Yani o'zi xato qilib turib, yine biz islohchimiz deydi. Allah Teala munofiqlikka mushu nachar axloqiy qilmish xislatlarni mushu oyat karimada so'zlaydi. Deydiki, musannif deydiki va iza qila lahum Alloh azza va jalla qavli va iza qila lahum qachonki ular mundaq deyilsa, ya'ni zaminda buzuqchilik qilmoqlar deyilsa, ular biz faqat isloh qiluvchimiz deydi. Endi mishadki Alloh taolaning va iza qila lahum degan qavli arab tilida gap ya bir-biriga atf qilinib bog'lanadi yoki badal bo'lib atf bilan emas, balki badal bilan ilgirkidan badal ilinadi yoki atf bayon qilinadi yoki istinab bo'lib yangidan ilgirki bilan qat'iy aloqasiz bo'lib yangidan boshlanadi, istinab jumla bo'ladi. Endi bu yerda Alloh taolo va deb nima bilan keldi? Va iza qila lahum deb atf bilan, ya'ni harful atf bilan keldi. Buni atfun nasaq deb ataladi. Atfun nasaq. Endi bu atfun nasaq degan
bir adam alimlar bu yerdeki ve izâ qîle lehum qaysi cümlege atf diye ikki xil ko'z qarash kelgan. Biri bu yerdeki ve izâ qîle lehum degan Alloh taolaniki shu ve minen nâsi men yekulu âmennâ degan qavliga atf. Yani munofiqning sifatlarining boshlanishidagi eng bosh qavliga atfilmoq. Ya'ni ve minen nâsi men yekulu âmennâ billahi ve bil yevmil âhir ve ma hum bimu'minin deb ve minen nâsi men izâ qîle lehum la tufsidu fil ardi qalu innemâ nahnu muslihûn deb bunda atf. Yani insanlardan biz Allah'a ve ahiret günüge iman ettik deydiganlar var, ular iman etmeklik. Ve insanlardan ularga zeminde bozukçuluk kılmaklar değilse biz fakat ıslah kılgıcımız deydiganlar var. Deb bunda ma'ni etsiz deydi. Bu ma'nimi intayin ölçemlik ma'ni bulur. İkinci xil alimlar, ikinci xil mufassirlar nima deydi desa, bular bu yerdeki ve izâ qîle lehum degan bu qavl Alloh taolaniki nimaga atf? Yani şunun oldidiki. Yani oldidiki atf, yani oldidiki ayet olsa bima kanu yekzibun. Ve lehum azabun alimun bima kanu yekzibun degan qavli. Bima kanu yekzibun degan qavli yani bima kanu yekzibun. Bima kanu yekzibun ve izâ qîle lehum. Yani ularga dettik azappa nima uchun bu azap desa bima kanu yekzibun ay bi kezibihim bi sebebi kezibihim ve kavlihim izâ qîle lehum la tufsidu fil ardi innemâ nahnu muslihûn. Yani bu azap dettik azap nima uchun ularga deyilse ularniki böyle şu yalgan etkanlığı sebeplik. Bir. İkincisi şu ularga zeminde bozukçuluk kılmakla deyilse biz degan ıslah kılgıcımız deganligi sebeplik. Dep bunda bağlıştık olur. Şundan mı? Hem de musannif dedi ki yani ve izâ Allah Teala'nın ve izâ qîle lehum diyen kavli ma'tufun ala yekulu amennâ. Ve minen nâsi men yekulu amennâ diyen kavliga atfidur. Yani ve minen nâsi men izâ qîle lehum diyen bu manası. Nimiş kadise li'enneke lev kulte çünkü sen eğer bunak desen ve minen nâsi men izâ qîle lehum la tufsidu fil ardi lekâne sahihan. Yani sen yani kişilerin içinden, insanların içinden şundak bir insanlar var ki ulağa bu zeminde bozukçuluk kılmakla değilse biz ıslah kılıcımız deydi desen lekâne sahih. Desen bu doğru buludu. Yani atf cihetten, mezmun cihetten hem doğru buluyordu. Hoş. Hem de ikincisine kim bayan kılış mümkün. İkincisi bima kanu yekzibunga atf. Bima kanu yekzibunga atf olunca uçakta ne diye buludu? Ve minen nâs uçakta ve lehum azabun alimun bima kanu yekzibun ay bi sebebi kezibihim ve izâ qîle lehum ay bi kavlihim izâ qîle lehum la tufsidu fil ardi innemâ nahnu muslihûn diye buludu uçakta. İki vel fesad ve musannif bizge muzammalar bu şey ma ayetki asaslı kısmet qası vasful münafık bu ayetki asas sıfat nima fasad şunu tushuntirdi. Sizlar bilgan biliyorsanız kerakki fasad nima vasf bilan sifatning farqini bilish kerak. Sifa vasf degan ikki xil narsa. Vasf degan bir jumla bilan ya'ni muqim bir nuqul bir odamning o'zida bo'lmagan lekin bir cümle bilan uniki sharikatlardan bunu e'lon narsalar. Sifat degan cho'm maxsus o'zida bo'lgan. Oq, qora, egiz paka degandek. Bu degani nima? Zotida bo'lgan sifatni deb ataladi, sifa. Ammo keyin axloqlarida, qilmishlarida, harakatlarida ondan keyin bir muncha jumlalar bilan ifodalangan sifatlar cho'm bu vasf deb ataladi, farqi bo'lib olgan. Endi munofiqlarniki vasfidan bu bugungi oyatimizdagi asosliq vasf bo'lsa, fasad bo'lganligi uchun fasad tushuniladi. Fasad degan nima? Fasad degan xuruju shay'i an hal istiqomatihi ve kevnihi muntafi'an bihi. Fasad deganimiz bir shay'inin o'zining istiqomat, ya'ni o'zining to'g'riliq holatidan chiqib ketishi va kevnuhu muntafi'an bihi degan gap, va kevnihi muntafi'an bihi. Ay va xuruji kevnihi va xuruju kevnihi muntafi'an bihi. Yani uning manfaatlanadigan bo'lishidan chiqib ketishi va kevnihi muntafi'an bihi. Anladın? An hali istiqamatihi ve kevnihi muntafi'an bihi.
uniki istiqomat, ya'ni to'g'riligidan, to'g'ri bo'lishidan chiqib ketishi, to'g'rilik holatidan. Yana biri uningdan manfaat olg'ili bo'ladigan holatidan chiqib ketishi. Uningdan manfaat olg'ili bo'ladigan holatidan chiqib ketishi. Mana shunday batilda fasod. Demak, buniki vadidduhu salah. Buning qarshi-qarshisi salah. Salah degan gap yaxshilik. Salah degan gap nimaga? Masalan, isloh, remontni qilish, o'ngshash, tuzitish degan ma'nolar bor. Masalan, mashina buzilib qolsa, buni deymiz salih deydi. Ya'ni buni o'ngshab bering deydi. O'ngshash. O'ngshash, fasod degancha buzish degan. Bizning tilimizda fasod degan buzish yoki buzilish. Fasada bo'lsa, lozim ma'nosida buzilish. Afsada bo'lsa, buzish. Salah degan-cho o'ngshilish, salah degan aslaha bo'lsa, o'ngshash. Anladın. Bir narsaga qartilsa, mashinadagi bir narsaga qartilsa o'ngshash. Muomalatni qartilsa isloh qilish, yarashtirish, tuzitish degan ma'nolari bor. O'sha dal aksi nima? Fasod. Va huwa amda salah degan nima desa, va huwa al-husulu ala al-hal al-mustaqimati an-nafi'a. Amda al-aksi bo'lib, salah degan ya'ni to'g'ri bo'lgan va manfaatli bo'lgan holatga erishish. Ya'ni o'zi to'g'ri mustaqim degan gap to'g'ri. Maymoq emas, o'ngil do'ngil emas, tuz, to'g'ri bo'lgan va manfaatli, foydali bo'lgan holatning hosil bo'lishi. Bunday holatga erishishni deb ataladi. Salah deb ataladi. Solihlik, ya'ni degan gap, ya'ni yaramliq degan gap, yaramliq, yaraydigan. Endi bu yerda fasodni bir kalima holatini tushunib bo'ldik. Endi jumlalik holatida fasod fil ard. Endi zaminda fasodchilik qilish, zaminda buzg'unchilik qilish, zamindagi buzilish degan nima? Endi zaminda buzg'unchilik qilish degan nima desa, ay hayjul hurubi wal fitan. Hayju degan gap yana haja, yahiju, hayjan, hayajanan masdar. Qo'zg'ash degan. Ya'ni zaminda hurub jang qo'zg'ash val fitan degan gap fitna qo'zg'ash. Ya'ni zaminda buzg'unchilik qilgan gap, zaminda hozir Amerikadek masalan, Amerikadek to'xtamasdan shu boshqa davlatlarni qo'lini qochilab, hali Iroqda urush qilib, hali Falastinda, hali Suriyada, hali Liviyada to'xtamay musulmonning qo'lini qochilab, to'xtamay urush qo'zg'ash degan gap. Birinchi munofiqlik, birinchi shu zamindagi birinchi buzg'unchi hozirgi zamonimizda kim? Amerika. Isroil bilan Amerika, Xitoy buzuvchi, zamindagi birinchi buzg'unchi. Bu demakchi o'g'ini zamindagi fasod degan, ya'ni jang qo'zg'ash degan gap, to'xtamasdan. Va fitna qo'zg'ash. Nima ish qilsa, li'anna fi zalika fasadu ma fil ard. Chunki ashuningda ya'ni janglarni qo'zg'ash va fitnalarni qo'zg'ashda fasadu ma fil ard. Zamindagi narsalarning buzilishi bordir. Ya'ni zaminda jang bo'lsa, urush bo'lsa va fitnalar qo'zg'alsa, masalan, jonlar bombalar portlaydi, qilishlar urush bo'ladi, buyugina xalq o'ladi. Cho'ng kishi demak, qilish demak, hozir G'azada o'layotgandek o'lan bo'ladi, fasod. Birinchi darajalik fasod, jonga kelgan fasod. Undan keyin ziroatlar, yeydigan yeymishlar portlashimiz ta'minimiz buziladi. Bu degan ikkinchi darajalik fasod. Uylar chiqiladi, hammamiz o'tiradigan, bizniki yashaydigan uylar chiqiladi, buziladi. 3-darajalik fasod. Iqtisod vayron bo'ladi, 4-darajalik fasod. Bu sizning tugit bo'g'isiz darajada fasod, vayronchilik, xarobilik aylanadi zamin. Ya'ni bu birinchi darajalik eng og'ir jinoyat qasi fasod. Qur'oni Karimda bu fasod haqida la tufsidu, fasod qilmanglar, zaminda buzg'unchilik qilmanglar degan haqda ajoyib oyat kelgan Qur'onda. Yomon oyat bor. Bu buzg'unchilik islomdagi eng og'ir ko'riladigan narsadan birisi. Eng qattiq islom ayiblagan qattiq gunoh kabira, andan bak og'ir gunoh, munofiqlikka eng og'ir asosiy xislatlardan biri qolsa, shu buzg'unchilik. Do'zaxning eng tekka tushadigan munofiqning asosiy xislatlaridan biri buzg'unchilik. Lianna fi zalika fasadu ma fil ard. Nimada fasad o'tadi deyilsa, chunki unda zamindagi narsalarning buzilishi bordir.
ve intifaul istikameti en ahvalin nas. Kişilerin ahvalidan istikamet yuqab ketidi, yuqulib ketidi. İstikamet yuqab ketidi. Yani kişilerimiz to'g'rimagan bo'lsa, hammadan o'ziniki kundalik turmushini normal faoliyat bilan olib borayotgan bo'lsa, jang bo'lgandacho normal faoliyat tugaydi. Fitna fasad bo'lsa, fitna fasadning ichida hatto mesela koronavirusdek virus ham taqilsa ham fitna fasadning ichiga kirdi. Normal faoliyat, normal vaziyat, hammasi tugab, qattiq patparaqchilik, bearamchilik, ochlik, yani hozir g'azada yuz berayotgandek ochlik, nurg'unlagan bearamchiliklar, malomanchiliklar kelib chiqadi. Va zuru deydi, ziroatlarning normal bo'lishi portlash haqida urush sababidan tugaydi. Agar ziroatlar normal bo'layotgan bo'lsa, podshohlar urush uchun o'zining lashkarlariga tomoqlarni yig'ib, ochliqni yig'ib olsa, yine Qur'onning qo'li bilan qilmaydi. Vel menafi'id diniyeti ve dünyaviyye. Dini ve dünyavi menfaatlerinin hammasi yo'qolib ketadi kishilarning qo'lidan. Masalan, endi diniy menfaatlarni yo'qolishi, masalan, maktablar, madrasalar yiqiladi. Madrasalar vayron bo'ladi. Ustozlar hammasi ya jangda shahid bo'lib tugab ketadi, yoki o'quv ishlarini o'qitolmaydi. Yani boshqa yerlarga sayyordan bo'lib ko'chib ketadi. Shuning bilan ilmiy, diniy jihatdan nima cho'ng chekinish yuz beradi. Dunyolik jihatdan bu iqtisod cho'ng jihatda orqaga yenib ketadi. Ya'ni bu eng cho'ng buzg'unchilik. Fasad deganimiz Qur'oni Karimda qanday fasad deb kelsa, nima zaminda bikodan bikoga nima urush qo'zg'ash. Bikodan bikoga ashuniki boshqa davlatning, ojiz davlatlarning pul boyligini deb, ashuniki qimmat boyliklarini, neftlarini, tabiiy boyliklarini, zaminlarini tortib olishni maqsad qilib, bakadan bakaga urush qo'zg'ab xalqlarni ma'lumotchilik qilish, sarosimaga selish, yurtni ocharchilik qo'yish degandek hammasi nima fasad. Tafsili bizga tushuntirib beradilar. Fasad degan mana shu. Endi va kana fasadul munafiqina fil ard. Endi munofiqlarning zimindagi fasad, buzg'unchiligi bo'lsa, endi payg'ambar fasad degan umumiy jihatini tushuntirdi bizga. Alloh taolaniki la tufsidu fil ard degan oyatning o'zi Madinada buzg'unchilik qilmanglar degan bo'lmasdan, aytning ma'nosi nima? Ziminda, umumiy yuzlik. Ziminning her qanday bulun fışqılı olsun, qandaligin bo'lmasin, inson bo'lgansan, buzuqchilik qilma deb umum jihatdan munofiq, musulmon, kafir hammasi qilgan xitob ham bu. Ammo umumiy xitob. Undan keyin ham Madinadagi munofiqlikning fasadi qanday edi desa, uni bizga tushuntirib beradi. Munofiqlarniki shu zimindagi, ya'ni Madinat Munavvaradagi buzg'unchiligi bo'lsa, annahum kanu yumayiluna al-kuffara va yumaliunahum. Ular munofiqlar kafirlarga yer yo'lakda bo'ladi. Ya'ni yusaiduhum, yumayil degan gap, yusaiduhum, yuavinuhum degan bo'ldi. Yumaliunahum degan gap, yuavin. Ikkinchisi yumayil, yumali degan nima? Kalima mutaradifa. Ma'nosi nima? Yuavin, nima? Yusaid. Yani yer yo'lakda bo'lish, yordamda bo'lish, hamdamda bo'lish degan gap. Ya'ni ular munofiqlar kafirlarga hamdamda bo'ladi, yer yo'lakda bo'ladi. Alal muslimin degan, yani musulmonlarga qarshi, ala diddil muslimin, yani musulmonlarga qarshi kafirlarga yer yo'lakda bo'ladi. Qanday qilib musulmonlarga qanday qilib qarshilik bildirsa, ay bi ifshai asrarihim ilayhim. Yani musulmonlarning sirlarini kafirlarga pash qilib qo'yish orqali va igraihim alayhim, kafirlarni musulmonlarga qarshi kushkurtish, ularni jang qilishga va qiziqtirish, kushkurtish orqali. Ve zalika mimma yuaddi ila hayjil fitani baynahum. Ayni shu bularniki musulmonlarning sirlarini kafirlarga pash qilib qo'yishi, kafirlarni musulmonlarga qarshi jang qilishga kushkurtishi, qudrat qulluq qilishi, mana ularning orasida fitnaning qo'zg'ilishiga elib boradigan asosiy omillarning biri edi. Shu yaptın Allah Teala nima dedi? La tufsidu fil ard. Yani zaminda buzg'unchilik qilmanglar degani, sen shundoq gap to'shib ariqda qudrat qulluq qilib musulmonlarning sirlarini deb musulmonlarga talafat keltiradigan, musulmonlarning jiniga, miliga, ziminiga talafat keltiradigan bu buzg'unchilik qilmanglar degan bo'ladi demak. Anda deyilsa uni nima deydi u? Endi yeni birga ida qila degan, ya'ni qila nima keltirdi bada majhul shaklda keltirildi. Ularga deyilsa deb kim dedi? Demak bu yerda kimni degani muhim emasligi gap berdi. Bu yerda asosli bularga bunda deyilsa, buni qo'y musulmonlar desin, qo'y kofirlar desin, kim desa desin, buni nima qilmaydi, o gapni qabul qilmaydi. Ya'ni bular abadan to'g'ri gapni qabul qilmaydigan xalq bu.
Kimning deyishini qat'iy nazar. İza qila. Yani qala deb yozilmadi. Qila yani. Kim desin? Qo'y musulmon desin bu gapni. Qo'y kafir desin. Kim desin? Buzuqunchilik qilmoqlar desa, biz buzuqunchi emas. Bizga islohchi, isloh qilmizlar. Yolg'on aytib turgan o'ziniki xatolikni qat'iy gadang olmaydigan bir xalq bu. Munofiq deganday. Bunda bir gap chiqdi. Qila degan bir qalana mana, fasohat degan mana. Bir qila bilan qalaning farqini tushundingmi? Bunday gap. Qur'oni Karimning balog'at fasohatlarini tikka yetib bo'lish degan mumkin ish emas. Qalu innama nahnu muslihun. Ular nima deydi? Ular biz faqatla isloh qiluvchimiz. Isloh qiluvchimiz o'zga bir narsa emasmiz. Ya'ni nima deb baynal mu'minina, ya'ni muslihuna nikimadi. Nima deb bachaza muslihuna? Ulardan keltirdi musannifning bir qoidasi. Oyatning keyin ulardan keltirib qo'ydi bu jumlani. Nima deb? Ya'ni mahdhuf demakchi. Shu muslihun degan bu ism fa'ilniki fa'il ma'naviy deymiz-mi buni kelimasi? Yine bunda isim fa'ilini nima ishlab chiqaradi ba'zida? Buni amil ma'naviy deymiz. Amil ma'naviy. Bunda amillar nima ishlab fa'il ishlab chiqaradi yani. Xuddi fi'ildek. Muslihun degan gap ya'ni nahnu nuslihu deyib normal nuslihu fi'l o'rnida turadi. Baynal mu'minina vel kafirina bil mudarat. Deb muslihunki yani maf'ulusi nima? Maf'ulun bihisi mahdhuf demakchi. Bu bo'lsa qolsa ya'ni biz mu'minlar bilan kafirlar orasida madara qilish degan gap yarashtirish, kelishtirish, chiqishtirish rolini o'ynash orqali isloh qilamiz biz. Biz islohchimiz faqatlam. Undan boshqa ishimiz yo'q, undan boshqa niyatimiz yo'q deb turibdi. Ya'ni demakchi o'g'ini inda sifatal muslihina khalasat lana. Ya'ni muslih degan sifat bizga xolisdir. Ya'ni faqat bizning sifatimiz. Biz faqatlam nima islohchi. Bizgina islohchi, boshqasi emas demakchi. Laysa g'ayruna. Yani nahnu muslihun laysa g'ayruna. Biz faqatlam biz islohchi, boshqalar emas. Bu yerda va tamahhadat min g'ayri shaibatin degan gap bu muslih degan sifat, islohchilik, muslih degan sifat tamahhadat degan gap bizga xos bo'ldi. Bizga xos bo'ldi min g'ayri shaibatin. Hech bir ilishongusiz. Shaiba degan gap yani muxalit yaxlutu yani aralashtirgan ilishongusi yo'q. Safi degan gap. Min g'ayri shaiba degan gap safi. Boshqa aralashmasi yo'q. Boshqa aralashib qolgan bu narsa yo'q. Safi bizdan sab nima? Islohchi. Hech qanday gap mufsid, fasod etgan boshqa narsa aralashmagan. Min g'ayri shaiba degan gap hech qanday bir ilishongusi yo'q. Qadihin fiha degan gap bizniki islohchi degan sifatimizga nima qadih degan gap ya'ni muayib bo'lgan, ya'ni ayib yetkazilgan. Qadih degan gap tayin degan gap ta'ni qiladigan. Bizniki islohchi degan sifatimizga ayib yetkazilgan, ta'ni yetkazilgan, hech qanday bir aralashmasi bo'lmagan sab nima isloh qiluvchi sifatimiz bor bizniki. Bunda odam biz min vujuhil fasad, ya'ni min ayyi vajhin min vajhil fasad degan bo'ldi. Ya'ni fasadning yo'llaridan hech qanday bir fasadning yo'llaridan hech bir yo'ldan bizniki sifatimizga nima daxl yetkazadigan, ta'ni ayib yetkazadigan, hech qanday aralashmasi bo'lmagan, bizga shu xolis bo'lgan isloh qiluvchi degan sifatimiz bor bizning. Bu sifat faqat bizgadir. Bizning g'ayrimizga emas. Bizlar islohchimiz degan bo'ldi. Nimish bunda gapni nimishqa deb ketamiz desa musannif deydi ki anna chunki innama degan Allah Taala aytdiki qalu innama degan innama li qasril hukmi ala shay'in. Buni adatul qasr deb ataymiz. Innama degan nima? Adatu al qasr, ya'ni bir atalish shu adatul hasr deb ataladi. Nahvda hasr deb ataladi, balog'atda shu qasr deb ataladi. İkisi bir ma'noda, ya'ni xoslash degan gap. Chunki innama hukmni bir shayga xoslash uchundir. Avli qasr shay'a la hukm yoki shay'ini hukmga xoslash uchundir. Tushunarlimi? Gap tushunarlimi? Hukm degan nima? Sizlar mantiq o'qigan bo'lsanglar, hukm tasdiq, hukm degan tasdiq. Tushunarlimi? Masalan, mubtada xabar desak, mubtada degan nima bo'ladi? Mubtada degan mavdu' xabarchi mahmul. Endi mahmul degan nima? Hukm bo'ladi. Mahkum bih. Nimacho mavdu'cho mahkumun alayhi bo'ladi. Ya'ni hukm degan gap. Asosiy jihatdan hukm degan nima bo'ladi? Davomli musnad bo'ladi. Musnad ilayhicho mahkum alayhi bo'ladi. Endi mishadiki ba'zida
qasr qiladi bo'ldi. Ba'zida musnad ilayhini musnadga qasr qiladi, ba'zida musnadni musnad ilayhiga qasr qiladi. Qanday desanglar, shu yerdagi ma'noga qarab bo'ladi. Kaqavliga masalan innama yantaliqu zaydun. Bu yerda hozir yantaliqu zaydun hukmni shayga qasildi. Zayd yani zayd degan shay, tushunarmi? Yantaliqu degan hukm. Yantaliqu degan hukmni zaydga qasildi. Ya'ni yurib ketgani kima? Faqatla zayd. Tushunarmi? Yurib ketish degan bu shu sharkatni kimga qasildi? Zayd. Ya'ni zaydlam nima? Yurib ketdi, yo'lga chiqdi degan bo'ldi. Endi ikkinchisida va innama zaydun katibun deb kelsa, bu yerda shay'ini hukmiga xoslaydi. Shay'ini, ya'ni bu yerda shay nima? Zaydun shay'i. Zayd degan bu zaydni katibga xoslaydi. Ya'ni zayd nima? Faqatlam nima? Yozuvchi. Ya'ni zaydning sifati nima? Faqatlam yozuvchi. Yozuvchidan boshqa narsa emas. Zayd ya nima emas? Shoir emas. Zayd ya haddad tümüç emas. Ya bu emas Zayd faqatlam nima? Katib. Tushunarmi? Shundoq. Ba'zida musnadga xoslaydi musnad ilayhini, ba'zida musnad ilayhini musnadga, ba'zida musnadga musnad ilayhini xoslaydi. Shundoq. Endi miyadichi desanglar, qalu innama nahnu muslimun. Biz faqatlam isloh qiluvchi boshqa narsa emas demakchi. Laysa g'ayruhu. Demak, nahnu degan musnad ilayhini nimaga xosladi? Muslihun degan hukmga xosladi. Tushunarmi? Endi va ma kaffa. Bu yerdagi asli bu innama degan ikki dona harfdan tarkib topgan. Inna degan nima? Inna degan harf mushabbaha bil fi'l. Lit-ta'kid, harf at-ta'kid. Undan keyin ma cho, bu yerdagi ma mal kaffa deb ataladi. Ma al kaffa deb ataladi. Ma degan asli harf nafi. Ma harf nafi. Inna cümlenin beşini nima qiladi? Sifatlaydi. Ma cho inna cümlenin mazmunini musnad ilayhiga sifatlaydi. Bu yerdagi ma cho bunun g'ayrini, bu cümlenin g'ayrini inkor qiladi. Şu an nima asıldı bu yerda? İxtisas. Xos oldu. Ma şu nima bir şekil. Ma yerdagi kaffa. Kaffa degan gap ma ba'zi yerda ma ish qilib bo'ldi. Bir kaffa zaida, yani böyle kaffa bas, g'ayr zaida. Kaffa zaida bo'lgan chaqda amalni oldidagi harfni amaldan to'xtatmaydi. Kaffa g'ayr zaida bo'lgan chaqda oldidagi amaldan to'xtatadi. Lekin ma'nosi o'xshash. Ma'nosi o'xshash. Ta'kid ma'nosini bilaverdi. Lekin amal jihati, i'rob jihati farqlantirdi. Bu yerdagi ma kaffa g'ayr zaida. Ya'ni mesela inna degan asosan bu navosihlar keldi, navosikh. Navosihlar degan masalan asli zaydun qoimun degan nima? Mubtada xabar ma? Inna kelsa inna zaydun qoimun deb mubtada xabari ism yo'qolib ketib, amaldan qilib nima bo'ladi? In zaydan innaning ismi qoiman innaning xabariga aylanib qolamdi. Ha. Endi shu innaga ma kelib qolsa desa, innama zaydun qoimun deb, ya'ni nimani amal inna degan bu mushabbani amaldan to'xtatadi. Amaldan to'xtatib qo'yib, aslidagi nima deb tarkib etamiz? Chaqda zaydun mubtada qoimun xabar deb ma'no etamiz. Innama deb kelgandan keyin zaydunga nima demaymiz? Innaning ismi demaymiz. Chunki mansub qilmadi. Mansub qilish kerak bo'lganda. Ya'ni mishadagi nima bu innama nahnu muslihundagi ma nima ma kaffa. Ya'ni nahnu mubtada muslihun nima xabar. لأنها تكفها عن العمل çünkü onu amelden tutudur. Hoş emde Allah Azze ve Celle'deki Ela innahum humul mufsidun velakin la yeş'urun diyen kavliga keldi. Endi ular ziminde buzuvchilik qilmanglar deyilsa, ular biz faqatla isloh qiluvchidirmiz deb o'zining gapini kuchlantirib, biz degan faqatla isloh qiladigan odamning boshimiz yo'q. Bizning qidigan faqatla islohchi. Bizga faqatla islohotchi deyiladigan odamlar, bizning sifatimiz islohotchi deb bunday ta'kidlar bilan bular aldamchiligini nima qildi? Yepib, kuchlantirib tafi. Ondan o'ziniki yolg'onchilikka ishinib qilishdi bular. O'zining aldamchilik saxfasiga boshqalarni ishontirish uchun tafi o'zim ishongandek holatda kirib oldi. Shuni Alloh taolo shularniki gapiga qarta Alloh taolo miyada 4 xil ta'kid bilan ularning gapiga deyapti. 4 xil ta'kid bilan. Biri ala deb
harf tenbih bilen. İkincisi inne degan harf ta'kid bilen. Üçüncüsü humul mufsidundaki hum degan damir fasl bilen. Dördüncüsü el mufsidun deyip mufsidunni ma'rifa keltirish bilen. Beşincisi la yeş'urun deb ya bununla yeş'ur degan yani hissiy bir narsani mahsus bo'lgan bir narsani sizlanmaydigan aqli emas bunda bir his qilinadigan narsani sizlanmaydigan bunda bir hayvondan battar odamlar bu deb 5 xil sifat bilan ta'kidlab diye qaytadi ular 5 xil sifat bilan diye qaytadi yani deydiki ala innahum ala degan yani dikkat cezmen degan hakikaten degan bu ala degan emas haqqan degan bu haqqan yani intabihu tenbih degan intabihu haqqan degan dikkat qilinglar hakikaten innahum degan şüphesizki humul mufsidun degan buzg'unchilik qilg'uvchilar faqat ashulardir buzg'unchilik qilg'uvchilar faqat ashulardir boshqasi emas velakin la yash'urun biroq ular sezmayotidi Allah ularning buzg'unchilik degan o'z oldida kurnab tursa-mu bular sezmayotidi bular hayvonmi sizdigan narsalarni bular sezmayotidi bularning aqli yo'q sizim quvvati yo'q deb odamlar bu ay an la yash'uruna deganniki nimasi la yash'uruna degan fe'lning maf'ulun bihisi qasi la yash'uruna hum ضمير مستتر أنهم مفسدون أي yani ulanınki buzguncu ikenlikini kevnehum mufsidin ulanın buzguncu ikenlikini ulan üzü bilmeydi üzü sezmeydi o hem de bir yerdeki buzguncu ikenlikini üzü sezmeydi diğerlikini bulanın cehlisi nima cehl murakkab yani bizde iki xil cehl vardır bir cehl basit yani bir cehl murakkab yani murakkab cahillikten bulundu ki bilimsizlik biri murakkab jahl basit degan o'zini bilmaydiganligini biladi jahl murakkabchi o'zini bilmaydiganligini ham bilmaydi men bilmayman deb turib oladi xato bilib olgan bu xato bilib olgan o'ziniki xato bilib olganligini ham bilmaydi shuni tushuntirdi munofiqlar o'zini xato bilib olganligini ya'ni biz muslih deb o'zini istihochi deb bilib olgan o'ziniki istihochi emasligini mufsid ekanligini bilmaydi ular Allah xuddi oldidagi Alloh degan narsa ko'rmagandek masalan oldima tam bu tamni ko'rmagandek buni ko'rmaydi meniki ovozimni anglab turibsa bu ovoz anglamaganday anlamaydi demak bunda sezmaydi sizning quvvati yo'q bunda hayvonnimi keldi dedengi xo'sh endi annahum mufsidun degan bu maf'ulun bihni fahazful maf'ul yani bu annahum mufsidun degan bu maf'ulni hazf qilish nima uchun desa dil ilmi bihi u bilinib turdi valakin la yashun degandan keyin u nimani sezmaydi desa ularning nimaligini buzg'unchi ekanligini sezmaydi degan gap uchuq Alloh bo'lganligi uchun ba'zi yerda hazfning uchun bo'ladi endi ehtiyoj yo'q masalan hal jaa zaydun desa na'am deb qo'ysak gap tugadi na'am jaa zaydun demasak bo'ladi na'am ha desak gap tugadi jaa zaydun degan fe'l fa'ilni keltirmasak bo'ladi nimishqa na'amdan ma'lum bo'ladi xuddi shuningdek ala amdi xo'sh bildimiz ala degan murakkabatun min hamzatil istifham va harfin nafi hamzatil istifham lil inkar ya'ni inkor uchun bo'lgan hamza istifhamdan ala degan a la degan chu harfi nafi ya'ni mundaq emasmi andaq emasmi degan bo'ldi mana ala degan voy andaq emasmi ya mundaq emasmi ya'ni shular buzg'uncha emasmi ha shular buzg'uncha va asli nima asli buzg'uncha emasmi degan bo'ldi alaysa degan bilan o'xshash ma'nosi lekin bu yerda bizni iroda qilganimiz bu yerdagi emasmi degan savol emas nima emasmaning javobi degan gap haqiqatan haqqan degan bo'ldi haqiqatan shundoq bala bizni iroda qilgan bala ya'ni haqiqatan shundoq degan javob ya'ni ala degan ya'ni haqiqatan shundoq innahum mufsidun degan gap jazman haqiqatan buzg'unchilar faqat mushular degan bo'ldi buzg'unchilar faqat mushular emasmi degan bir savol keldi oldiga ha shundoq buzg'unchilar faqat mushular degan tushunarmi ikki jumla bordek ala degan bir so'z ikki jumla bordek nimani bildiramiz yani hamzat istifham va harfun nafi li'i'ta'i ma'na tanbihi ala tahaqquqi ma ba'daha nima uchun bu yerda
Hamzatul istifham keladi. Harfi nefi keladi. İkisi. Hamza istifham bilan harfi nefi biriksa, birlashsa nima ma'no beradi desa, bunga li'ta'i ma'na tanbih. Tanbihning ma'nosini bilish uchun, ya'ni intabihu, diqqat qilinglar. Aga, dana bo'linglar, o'sha bo'linglar, uxlab o'tirmanglar, aqlinglar silkib o'tinglar degan bir ma'no chiqadi. Mumkin ala tahaqquqi ma ba'daha. Ya'ni undan keyin bo'ladigan ish, o'sha aladin keyingi ish nima? Tahaqquq degan gap. Haqiqatan bu rostilla shunday ekanligiga nima ogohlantirish, eskartish uchun eskartish ma'nosini bilish. Tushundingmi? Bu ishga ma'no bilib olganda ham chiqmaydi bu. Musannif gapini takrorlamaydi. Musannif gapni bir qatim deydi, ikkinchi qatim takrorlamaydi. Siz hamisha bu so'zlarni qilmanglar. Hozir daftarda keyin tafsir qilmaydi. Bundan keyin qalam tutib olsanglar, bu daftarga yozib olib, uni keyin ishtalasida ishlatadigan yerda. Nima deyapti? Ala deganni nima? Biz harf tanbihdan olib ketadi boshqada. Harf tanbihdan. Nimaga tanbih desa, ya'ni at-tanbih ala tahaqquqi ma ba'daha. Ala madha tanbih? Ala madha yunabbih desa, ya'ni yunabbihu harf ala tunabbihu ala tahqiq tahaqquqi ma ba'daha. Yani uni alaning keyin kelgan narsaning rostida shunday ekanligiga ogohlantirdi, eskartirdi. Shuni ko'rsatdi. Ey diqqat qilinglar, chuqur buna nima bu? Ya'ni diqqat, ular chuqur buzg'unchi, haqiqatan buzg'unchi demaymiz. Vel istifhamu iza dakhala ala an-nafyi afada tahqiqan. Istifham qachonki nafiyga kirsa afada tahqiqan degan tahqiqni ifodalaydi. Bu haqiqatan demaymiz. Ki qavli ta'ala mesela Allah Teala'nın qavli. Alaysa zalika biqadirin ala an yakhluqa mislahum. Allah Teala alaysa zalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta desa, nima degan Allah Teala o'liklarni tirilishga qodir emasmi desa, bala qodir. Bala haqqan qodirun. Degan shundoq haqiqatan qodir. Shundoq haqiqatanmi qodir degan bo'ldi ma'nosi. Shu endi demak iyoda qilindigini alodiga nima ikkinchi javobi. Va likawniha fi hada al-mansib. Endi alaniki mushu mansibda, ya'ni min at-tahqiq, tahqiqdan iborat, min at-tahqiq va mansib uchun bayon qiladi. Ya'ni alaning mansibi tahqiqdan iborat. Mushu mansibda bo'lganlik uchun, la taqa'ul jumlatu ba'daha. Aladin keyin kelgan jumla. La taqa'ul jumlatu ba'daha. Ala degan musharikdan keyin kelgan jumla illa musaddaratan binahwi ma yatalaqqa bihi al-qasam. Ay ma yujawabu bihi al-qasam. Yatalaqqani ma yujawabu. Ya'ni qasamning javobi berilgan narsa o'xshash bilan nima musaddar degan gap sodir qilinadi degan gap. Ya'ni aladin keyin kelgan jumla xuddi qasamning javobiga o'xshash keladi. Masalan, qasamning qanday javob? Qasamning 3 xil javob keladi. Qasamda masalan, vallahi inna Zaydan qaimun. Bir xila. Vallahi la Zaydun qaimun. Ikka. Vallahi ma qama Zaydun. Demak, qasamda 3 xil kelgan biri inna, biri lam, yana bir cho nafi, ma nafi. Qasamning javobiga da shu. Nima ish qilsanlar qasam degan, nima uchun qasam ichiladi? Jumlaning mazmunini kuchlantirish uchun. Litakidi al-qadimada al-qasam. Al-qasam litakidi madmun al-jumla. Jumlaning mazmunini kuchlantirish uchun qasam qilinadi. Jumlaning mazmunini kuchlantirish uchun qasam qilingandan keyin tabi unga javobini nima berish kerak ekan? Jumlaning mazmunini, javobni kuchlantiradigan nima harflar yoki harf ta'kid, inna yoki lam kam harf ta'kid yoki ma harfi nafi masalan inkor qiladigan jumla bo'lsa masalan. Kuchlantiradigan, qasam kuchlantiradigan yerda yandoqchi bo'lgan narsaga o'tish kerak. Davatidagi bu bunda tahqiq uchun bo'lgan ala degan bu tahqiq ma'nosi xuddi qasamdek. Qasam bu tahqiqning ma'nosini bildiradi, ta'kidning ma'nosini bildiradi. Ala bu qasam ta'kidning ma'nosini bildirgan darajasi bo'lganligi uchun alaning javobi keyindan kelgan jumlami bunda xuddi qasamniki javobiga keladigan ta'kidlardek ta'kidlar keladi deydi. Bizga diqqat qilgan bo'lsanglar, nima ala, inna, hum, mufsin hammasi ta'kid. فقد رد الله ما ادعوه من الانتظام في جملة المصلحين أبلغ رد وأدله على سخط عظيم. الله تعالى فقد رد الله
Allah Teala ularning da'vo qilgan davasini, ya'ni qas davasini, yani min bayan, yani bu bayan. Yani minel intizami fi cümletil muslihin. Yani ularniki ıslah kılgıçlarının katlarında intizam diye tiziliş. Islah kılgıçlarının katlarına tizildiğanlıkının ibaret ulanın kuruk, yalgan davasıga Allah Teala eblağa raddini acayip mübalagatlik bir red kaydıdı. Mübalagatlik. Ve edellehu ala sakatin azim diye Allah Teala'nın katı azabıga tekimi beklek dalalet kıldığan red kaydıdı. Buna ne dedi? İnnemâ nahnu muslimede bir tane innemâ getirdi. İnnemâ de birini getiripti. Allah Teala onunla kancil getirdi. Ela inne humul el mufsidun ta'rif marife la yeş'urun. Şu kaç oldu? 5 tane tekit edilen cevap kayıtladı. Bir tane tekit edilen Allah Teala 5 tekit edilen cevap kayıtladı. Vel mübalağatu fihi min cihetil emde bunundaki mübalagat vel mübalağatu fihi min cihetil istinab. Yani Allah Teala'daki begen eblağa reddin diye demek düşünülür. Eblağa red. Ma huvel eblağa red? Ma huvel balagatu fil red demek hep soru sorulsa Allah Teala'nın kayıtlayan balagatlik, fasahatlik cevabı kaysi ise birinci min cihetil istinaf. Birincisi yeni cümle kıldı. Eladim ve eladim dedi mesela. Beşteki cümle gibi kılmadı. Etfikim dedi. Etfikimay istinaf. Yeni cümle kıldı der. Ve ma fi ela ve inna min et-te'kid. Ela ile inna'daki te'kid. Bağı kaç oldu? 2-3 oldu. Ve ta'riful haber. Haberini kanda getiriyor. Ma'rifet getiriyor. Asıl kaide ne miydi? Haber kanda getiriyor. Nekile getiriyor. Haber ma'rifet gelse hasını bildirir. Hasını. Ve tevsitul fasıl. Ela innehum humul depti ki hum demir fasılını nimulen muftada olan haber oturuz getiriyor. Humul. Ve tevsitul fasıl demir fasıl oturuz getiriyor. Ve kavluhu la yeş'urun diyen kavle. La yeş'urun hem de o dikkat kılma musannef ab 5 ayet la yeş'urun ne makansız diye ve hum la 5 ayette ilk ayette ve ma yeş'urun diyen ayette tefsili bayan kılıdı. Yani şuur diyen nima keladi? His qilg'il bo'ladigan, ko'z bilan ko'rg'il bo'ladigan, quloq bilan eshitg'il bo'ladigan, qo'lda tutq'il bo'ladigan, og'izda tetig'il bo'ladigan, burunda purg'il bo'ladigan narsalarga sha'ara deb keladi. Anda bilgil olmaydigan narsaga arafa yoki alima deb keladi. Ma'u aql bilan emas, aql bilan ma'qulat bo'lgan narsalarga yoki arafa yoki alima deb keladi. Demak bundaki his duygusu yok deganligini hayvanning his duygusu bor. Buni sezmaydining bo'lib, sezmaydigan holatga kelib, hayvanning bu keyinda degan bir gapni chiqirdi deganmidi? Bu yerda la yash'urun degan qavlini ta'kid deb qo'ydi. Nima uchun deganligini tafsir bayon qilib chiqa. Tafsir takaqili vaganlik jehkab ishak yuk deb gapimizda. Takrorlamaydi. Çünkü bir qatim deydi musanif gapni ikkinchi qatim takrorlab aytmaydi. Shuning uchun har bir foydalani yezib olib, xotirib olish kerak. Va oxir davona alhamdulillahi robbil